sanoatni rivojlantirish bo'limidanman. Xizmat sifatini nazorat qilish uchun barcha suhbatlar yozib olinadi. Alaykum assalom, xursandmiz. Meni ismim Muhammad Yusuf. Yana qaytadan aytishim mumkin. Siz bilan shu vaqtga biznes tarifidan video intervyu belgilangan. Hozir bir nechta savollarga javob berishga qulay bo'ladimi? Конечно. Aytingchi, kamerani o'zidan ozgina uzoqlashtirsangiz dress kod ko'rib olaman. Xo'p, qanday? Aytingchi, O'rnimdan turaymi? ha, bemalol o'tirib olishingiz mumkin. Aytingchi, avval ham yo'lovchilar bilan safarlar bajarganmisiz? Конечно. Nimaga aynan biznes tarifini tanladingiz? Endi yuqori daromad birinchi o'chirtda u sir emas ishimga. Katta bo'lish kerak, rivojlanish kerak. Biznes tarifida haydovchi, avtomobil va safarning o'ziga yuqori talablari bor. Bugun siz bilan ushbu toifalarning ayrimlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Dress kod standartidan boshlaymiz. Aytingchi, xizmat standartlariga qanday ko'ylak to'g'ri keladi? Shu ko'rib turgan oqiz, undan keyin endi bejeviy och sifat rang, poloskasi bo'lishi kerak emas, gullari, naqshlari bo'lishi kerak emas, klassik shu nima deydi, standartiga javob beradigan tugmachalari ham mana shunaqa oq bo'lishi kerak. Xo'p, aytingchi, atirdan foydalanish mumkinmi? O'zi do'stim, men atirdan foydalanmayman, to'g'risini aytsam. Mumkin emasam deb o'qidim. Men o'zi atirdan foydalanmayman. Xuddi shunday. Sababini bilasizmi? Sababi endi shu mijozda har xil gipoallergenik holat ham bo'lishi mumkin, yoqmasligi mumkin. Shunga o'xshagan holatlarda endi hozir shunaqa zamonda yashayapmiz-da. Xuddi shunday. Xo'p, aytingchi, qanday aksessuarlar taqishga ruxsat etiladi? Aksessuar men o'zim hech narsa taqmayman, ochiq gap. Soat uzun-uzun, lekin bolalar bilan gaplashsam, soat kelgan o'sha обручальный o'ylanganligida aniq qiladigan. Endi bizda dinda ham mumkin emas-da bu narsa o'zi, misol olib qaraydigan bo'lsak. Shuning uchun unaqa narsa yo'q menda. Xo'p, endi avtomobilni tayyorlash standartlariga o'tamiz. Aytingchi, yukxonada nima saqlash mumkin? Yukxonada shu zontik, shu agar yomg'irli yoki qorli ob-havo bo'lib qolsa, keyin endi u yog'i meni o'zim anaqam suv, chunki shu blokda solib qo'ysa bo'ladimi yo'qmi, shuni so'ramoqchi edim o'zingizdan. Mumkin bo'lsa shuni solib qo'ymoqchiman. Boya aytganimdek, o'zim ham qarshiman, atir ham sepmayman, anaqa ham qilmayman. Undan tashqari shu hozirgi shu zamon talabi, shunaqani ekologiya qiyin vaziyatda yashayapmiz. Har xil kasallik, har xil odamda har xil hid bor. Shuning uchun unaqa narsa shart emas o'zi standartda hammasi ko'rsatilib qo'yilibdi-da. Xuddi shunday. Safarga oid standartlarga o'tamiz. Aytingchi, yo'lovchini qanday kutib olasiz? Salomlashib, o'sha eshikni ochib, yo'lovchi o'tirgandan keyin eshikni yopib, agar bagaji bo'lsa, bagajini bagajga qo'yib, ana undan keyin mashinaga o'tiramiz-da. Xo'p, safar yakunida yo'lovchi uchun eshikni ochib berish kerakmi? Обязательно. Safar yakunida yo'lovchidan 5 baho berishini so'rash mumkinmi? Yo'q, shu mahalgacha so'ramaganman, bu yog'iga ham ep ko'rmayman o'zimga so'rash, to'g'risini aytsam. Agar buyurtmani olgan bo'lsangiz, uni bekor qilmang. Yo'lovchidan o'rningizga buyurtmani bekor qilishni so'ramang. Bu xizmat standartlarining buzilishdir va ko'rsatkichlaringizga va xizmatga kirishga ta'sir qilishi mumkin. Muhammad Yusuf aka, javoblar uchun rahmat. Natijalar va keyingi ko'rsatmalar 24 soat ichida SMS xabari orqali keladi. Xizmatda barcha standartlarga amal qilishni tekshiruvchi sirli mijozlar bor. Ularga amal qilinmagan holatlarda tarifga kirish vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Xo'p, yana ikkita savolim bor. Orqali tanishishingiz mumkin. Mayli? Qani, zamush tufli kiysa bo'ladimi? Yo'q, standartlarga to'g'ri kelmaydi. Kojinli makasima sifat bo'lsa-chi, agar misol uchun. Xo'p. To'q ko'k, to'q qora yoki to'q jigarrang rangli makasina kiysa bo'ladi. Bo'ladi. Galstuk обязательно emasmi? Biznes tarifida galstuk zarur emas. O'z xohishingizga bog'liq. Primer tarifda zarur, to'g'rimi? Xuddi shunday. Bo'ldi. Hozir taxminan qancha vaqtlarda yonadi? Men o'sha ishga chiqib ketmoqchi bo'lib turdim-da, o'shanga qarab ish qilmoqchi edim. Natijasi 24 soat ichida keladi. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, charchamay to'xtatsa bo'ladimi, bo'ldimi? Bo'ldi, hozir zapisni o'chirdim. Bo'ldi do'stim. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin. Charchamang. Xo'sh,
Qadrli do'stlar, shu joyda menimcha Xudo xohlasa bizani shu nima deydi, biznes tarifga bo'lgan birinchi qadamimizdan yana bittasi inshaalloh o'sha yo'lga qo'yilish arafasida biz hozir og'aynimizni o'sha joyidamiz. Tinchlik, xotirjamlik joy qilish uchun harakat qildik. Prichoskalarni, kiyimlarni ko'rishingiz mumkin, savol-javob ko'rishingiz mumkin. Biznes tarifga qanaqa o'sha podключение qilinayotgani haqida qisqacha mana o'zingiz uchun video obzor. Tez kunlarda Xudo xohlasa biznes tarifda yangi videolarni e'tiboringizga havola qilamiz. Kutib qolinglar. Ekrandan axlatdan uzoqlashmagan holda, bizani esdan chiqarib qo'ymagan holda biz hali shu yerdamiz, to'xtaganimiz yo'q. Shunchaki yengillik qilishga harakat qilib yurdik. Shuning uchun ancha vaqtdan beri o'sha video qo'ymayapti, ya'niki nima desa bo'ladi, bir xillikdan biz charchagandik. Shuning uchun bu narsa haqida ortiqcha gap ham gapirmayapti, boshqa ham qilmayapti. Zerikarli, hozir zamon shunaqa yengillikni talab qiladigan, yengillikni shu aniq qiladigan, nima deydi, odamlar shu yengisini va uzoq vaqt basdi, qisqa o'sha metraj ichida ko'rish xohlaydiganlar soni ko'p, to'g'ri. Orada 5-6 ta 10 tasi bo'lishi mumkin, yarim soat 40 minutlik ko'radigan, ya'ni dalni bo'shiklar bo'ladi yoki ishxonada o'tiradiganlar bo'ladi. Nu aksariyat hollarda o'sha nima deydi, shu qisqa va lo'nda qilib tez ko'rib o'ziga kerakli ma'lumotni olish xohlaydiganlar juda ko'p. Shuning uchun hammalarga moslashgan holatda biz Xudo xolasa tez kunlarda sizlarga o'sha e'tiboringizga, buni o'sha gruppamizdagilar bilishadi, Telegram gruppamiz bor, ochganmiz, buni juda yaxshi bilishadi. Juda aynan nima mashina olganimni bilishmasa ham, o'sha biznes tarifga o'sha mashina tayyorligi, o'sha tayyorgarlik qilayotganimni gruppamdagilar va Instagramdagilar bilishadi. Sizlar ham agar shu yengilliklardan har kuni, har soat, har soniyada xabardor bo'lishni xohlasanglar, har bir videoda sizlarga aytib kelganman. Klon Yandex qurollari gruppasi silkasi va Taxi Store kanalining o'zini shu gruppa silkasi har bir videoning opsiyasida, kommentariyasida bor. Yozsanglar biz o'zimiz sizlarga ham o'sha javoban qilib har bir videodan kommentariyasiga javob berib o'tib ketganmiz. Bu narsa haqida gruppa to'g'ri, publichniy gruppa emas, частный gruppa, faqatgina silka orqali qo'shilish mumkin. Nimaga? Chunki oxirgi paytlarda maza matrasi yo'q, bemaza bir anaqalar ko'payib ketgan hisobiga shunaqa holatda qilishga qaror qildi. So'kinmaydigan, pozitivniy, yaxshi, shu sohada ishlagan bo'lsa ham, ish to'xtatgan bo'lsa ham, ishlayotgan bo'lsa ham, qiziqsa ham bemalol kirib o'rtoqlashsa bo'ladi. Misol uchun, sizlar bilan bo'lsa biz xayrlashamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Tez kunlarda Xudo xolasa yangi videolarimizni kutib qolinglar, qadrli do'stlar. Charchamanglar.